Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir gapimizga isbot uchun mana Uzi apparat buzilgan. Bu Uzi apparatni bizdan xarid qilishmagan. Ammo bizga jo'natishdi, tuzatib berish uchun. Bu Uzi apparatimizga bir oydan oshdi zapchast olib keltirdik. Bu Uzi apparatimiz nimasi buzilgan? Xo'sh, apparatimizning ko'rinishi to'g'ri chiziqli. Bizlar sababi to'g'ri chiziqli sotmay qo'yganimizga ancha yillar bo'lgan. Mana batareykalar ham уже yetib kelgan. Uzi apparatni olinganiga 6 oy bo'lgan. Ammo bu olingan joyda garantiyasi amal qilmagan, to'g'rirog'i. Hozir mana biz Uzi apparatni ustaga olib kelib, hozir buni tuzatish jarayonini kuzatib boramiz. Do'stlarimiz, mana usta akamiz keldilar. Usta aka, nima deysiz apparatni ko'rib? Bu apparatni hozir kompyuterga qo'yib, programma orqali aybini topib ishlatib beramiz, xudo xolasa. Endi do'stlarim, usta akamizning mahoratini kuzatamiz, ishlatib ko'ramiz. Kuzatishda davom etinglar. Ko'pchilik biladi, bizniki VetTech deb yoziladi. Bu ultrason, demak salom chiqyapti. Demak bu o'zimizni apparat, programmani qo'yib beribsiz, gap yo'q. Mana bu to'g'ri chiziqli. Mana endi ko'pchilik qanday ishlashini ko'rish mumkin desa, mana boya yoqqanimizda pastgacha g'adir-budir bo'lib, mana bu yotuvdi, mana bu ishlashni boshladi. Mana biz mana qon tomir, ana ularni ko'rsak bo'ladi, mana qon tomirini ko'ryapmiz. Mana bu hali gel surtilmasdan qildoqdan ham ko'rsak bo'ladi. Bu demak apparatimiz ishlayapti. Demak buni egasiga bemalol jo'natsak bo'ladi. Yana bu yerda batareyka o'ziniki ketgan ekan. Batareykasi ketgan. Batareykasi ketganligi uchun yangi batareyka ham qo'yib berdik. Shuni hisobiga apparatimiz yaxshi ishlayapti. Kimga shunaqa jarayon yoki kimnidir apparati buzilgan bo'lsa, bizga murojaat qilsin va biz tuzatib beramiz va bizning qolgan modellarimiz bor. Shu modellardan ham olsalaringiz 2 yilgacha garantiya va servis xizmatlarimiz bor. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.